Fevral oyi pensiyasini kutayotgan pensionerlar uchun hozirgina ajoyib yangilik e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekiston Respublikasida pensiya tayinlashda chet elda mehnat qilgan davrni ham ish stajiga qo'shish imkoniyati mavjud bo'ldi. Agarda siz mehnat shartnomasi asosida xorijda ishlagan bo'lsangiz, o'tgan davr uchun ijtimoiy soliq to'lash orqali ushbu davrni ish stajiga kiritishingiz mumkin. Ijtimoiy soliq to'lash tartibi 2019-yil 1-yanvardan 2019-yil 31-dekabrga qadar bo'lgan davr uchun 1 yilga BXMning 4,5 barobari miqdorida, 2020-yil 1-yanvardan keyingi davr uchun yiliga bazaviy hisoblash miqdorida to'lanadi, deyiladi xabarda.